Adabiyotning vazifasi, she'r ahlining vazifasi, she'riyatning vazifasi, uning maqsadi. Shular aks etgan bir orzu degan she'rim bilan boshlamoqchiman. Daholar ko'ngliga cho'g' tashlagan sir, osmon maktublarin mangu mavzusi, azal zulmatlarin kesib o'tgan nur, insonni insonday ko'rmak orzusi. Ming yillar beri-yu, ming yillar nari, yulduzlar ostida, zamin ustida o'tdi qancha jahon payg'ambarlari. Shu niyat dastida, shu o'y qasdida qancha tarixlarni qum bosganida, sellarda qolganda ellar qayg'usi, nishlayverdi pirlar qabristonida, insonni insonday ko'rmak orzusi. O'zing asra bizni ey qodir Xudo, pastkash zavolidan, ablah holidan, razil kimsalarday qilmagil judo, insonni insonlik istiqbolidan. Yassaviyni buyuk chillaga solgan, Navoiy qalbining oliy tuyg'usi, Buxoriy boshida oyday yuksalgan, insonni insonday ko'rmak orzusi. Daholar ko'ngliga cho'g' tashlagan sir, osmon maktublarin mangu mavzusi, azal zulmatlarin kesib o'tgan nur, insonni insonday ko'rmak orzusi.